Assalomu alaykum everyone. My full name is Hojekbar Mominov and I have accomplished one of my greatest purposes, that's the degree of Sefer. And now I'm gonna talk about my way to achieve this aim. Firstly, kelajakda ko'p maqsadlarim bor va ularga erishish uchun ingliz tilini bilishim kerak edi. Men ingliz tilini bir muvaffaqiyat kaliti deb bilaman. Chunki siz bu til bilan deyarli dunyoning barcha imkoniyat eshiklarini ocha olasiz. Bu natijalar faqat meniki emas, balki shu davr davomida o'qishimga sharoit yaratib bergan va moliyaviy tomonlama qo'llab-quvvatlagan ota-onamniki hamda o'z bilimlarini beminnat ulasha olgan Xonzoda techirim natijasi hamdir. Barchasi uchun ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ingliz tilini o'rganayotgan tengdoshlarimga va uka-singillarimga o'z tajribalarim orqali bera oladigan maslahatlarim yaxshi natijaga tez erishilmaydi. Hammasi sekin-sekin boshlanadi. Agar siz o'zingizda natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, hali hammasi oldinda. Muhimi sabr qilib, o'z ustingizda tinimsiz ishlashingiz kerak. Agar siz ingliz tilini o'rganib, yaxshi natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, English House'da o'qishingizni tavsiya qilaman. English House, muvaffaqiyatingiz poydevori.